Assalomu alaykum. Agar siz quruvchi tadbirkor bo'lsangiz va o'zingizni sohasida bozori yetakchilardan biriga aylanaman deyotgan bo'lsangiz, xudo xolisa bu videomiz siz uchun juda katta manfaatli bo'ladi. Shu bilan birgalikda ko'chmas mulk sotuvida ishlayman degan marketologlar, sotuvchilar uchun ham juda katta foydali, manfaatli videolardan biri bo'ladi, xudo xolisa. Sizdan talab qilingan narsa diqqat bilan ko'rish. Bu videoda nimalarni ko'rib chiqamiz? Eng hozirgi kunda qurilish bozorida trendga chiqqan zapusk texnologiyasi o'zi haqiqatda sotuvchilar, quruvchilar uchun foydalikmi yoki zararli? Foydalari qanaqa, zararlari qanaqa bo'lishi mumkin? Hammasini o'zimizning real кейsimizda tushuntirib o'taman. Va bu real keysimiz qanaqa keysda bo'ladi? Yangi Denovda, ya'ni Denov tumanida yangi Denov loyihasida qilgan rekord natijamiz. Ya'ni bir kun o'zida 861 ta sotilgan uyimizda misolida tushuntirib o'taman va odatiy usulda qanaqa sotuv bo'ladi, zapuskda qanaqa sotuv bo'ladi va plyus minuslarni to'liq xudo xolisa ochiqchasiga tushuntirib beraman. Birinchi navbatda o'zimni tanishtirib o'tsam, ismim Jahongir Mirzo Yo'ldashboyev, 6 yillik tajribaga ega tadbirkor va marketolog hisoblanaman va oxirgi yillarda asosan faqat qurilish sohasidagi, demak, ko'chmas mulk bozorida uylarni sotuvi bilan, marketingi bilan faol shug'ullanib kelyapmiz va o'zimizning yo'nalishda, demak, top rekord natijalarni ham qildik. Ulardan bittasi birinchi Do'rmon Village loyihasida eng qimmat uylarni zapuski bo'lgan bo'lsa, ikkinchisi bir kun o'zida 861 ta uy sotgan, demak, marketolog, ekspert sifatida tanilganmiz. Endi o'zimizni real keyslarimiz misolida odatiy sotuvlarni hamma foydalarini va zapuskning hamma foyda zararlarini tushuntirib o'tamiz. Birinchi navbatda zapuskdagi yangi Denovdagi natijalarimiz bilan ulashsak, u loyihada biz $50,000 pul reklama uchun sarflab, quruvchilar bilan hamkorimiz bilan qilgan rejamiz 500 dan oshiq uy sotishni reja qilgandik. Va 14-noyabrga vebinarimizni, ya'ni zapuskimizni birinchi kunda e'lon qilgandik. Va 10 kun muddatda aksiya qilish planimizda bor edi va bizni, demak, kadr ortidagi, demak, jamoamiz bilan harakatimiz shunaqa ediki, eng kamida 700 ta 800 ta uy sotishimiz kerak, bo'lmasa mintadan o'tkazishimiz kerak degan plan bilan, demak, harakatlar boshlandi va shu yo'l natijasida ishlar qilindi. Natija esa, demak, biz kutgandan ham yaxshiroq bo'ldi va birinchi zapuskni birinchi kunida, ya'ni aksiyani birinchi kunni o'zida 861 ta uy sotuvi va plus 57 ta bron qilindi. Va bundan tashqari 3 kunni o'zida mintadan oshib ketdi. Va umumiy 10 kunda, demak, klientlar kelish to'xtamagan holatida ham biz sotuv bo'limini yopdik 10 kun ichida va natijalar oxir oqibatda 1,5 mingga yaqin shartnoma, undan toza sotuv pul tushgani, demak, 1200 ta uyni tashkil qildi. Ya'ni 10 kun ichida 1200 ta uy toza sotuv bo'ldi va umumiy hisobda 50 milliarddan oshiqroq tushumlik, demak, zapusk o'tkazildi. Endi mana shu natijalarda qaysi texnologiyadan foydalandik qisqacha tushuntiraman. Bu zapusk texnologiyasi. Va buni mohiyatini ham qisqa tushuntirib o'taman va kimlar uchun ishlaydi. Zapusk texnologiyasi ishlaydimi quruvchilar uchun? Ishlaydi, faqat hamma uchun emas. Ya'ni kimlar uchundir foydali, kimlar uchundir odatiy usul foydali bo'lishi mumkin. Agar siz qurilish bozorida top masshtablashtirib ketmoqchi bo'lsangiz, ya'ni bitta obyekt bilan to'xtamoqchi bo'lsangiz, hozirgi kunda 300 dan oshiq uy quryapsiz va yanada ko'proq uylarni qurish bilan davom ettirmoqchisiz. Ya'ni qurilishda bitta 300 talik obyekt qurib, o'shandan maksimal foyda olish emas planingiz. Demak, 300 talik obyektdan keyingi obyektlarni ham qo'shib katta qurilish kompaniyasiga aylanmoqchisiz. Bunaqa formatda, demak, siz uchun zapusk ayni muddao bo'ladi. Chunki zapuskni beradigan sizga foydalari birinchi navbatda faqatgina, demak, tezkor sotuv emas, balki brendingizni tanishish uchun ham juda zo'r imkoniyat. Demak, bir vaqtning o'zida reklamaga ketadigan pul sizda ham brendingizni tanitish uchun sarflanadi, ham sizni sotuvlaringizni keskin oshirish uchun xuddi nimaga o'xshaydi, bu tramplin vazifasini bajarib beradi. Endi kimlar uchun foydali emas? Kichkina ob'yomda ishlayman deganlar uchun, demak, va kichkina ob'yom bilan to'xtataman, har xil bizneslarim bor, bu qurilish shunchaki hobbi, bitta loyiha qilaman, shuni to'xtataman yoki keyinchalik ijaraga berib to'xtataman deganlar uchun zapusk to'g'ri deb bilmayman. Yana kimlar to'g'ri deyishi mumkin, shaxsan men to'g'ri deb bilmayman. Sababi zapuskda xarajatingiz, boshqa narsalar borligini hisobiga bitta uydan qoladigan foyda qisman kamayadi. Ya'ni siz odatiy sotuvda bitta uydan bo'lishi mumkin 60 million, 70 million foyda qilyapsiz, zapuskdan 50 million, 60 million, ya'ni odatiyga nisbatan 5-10 million kamroq foyda qilishingiz mumkin bitta dona uydan. Siz nimani hisobiga foyda ko'rasiz? Ob'yomni hisobiga. Ya'ni xuddi bu nimaga o'xshaydi? Donalab sotish bilan optim sotishga o'xshaydi. Optimchilar bilasiz, arzonroq sotishadi. Bitta mahsulotdagi narxi, demak, foydasi kamroq bo'ladi, lekin juda katta ob'yomda sotgani uchun foydasi donalarga nisbatan kattaroq chiqaveradi. Bu xuddi o'shanga o'xshaydi. Donalab sotishda esa foydasi, demak, bir uydan, demak, ko'proq foyda olasiz. Agar siz 100 ta, 150 ta, 200 ta qanchadir miqdorda bitta kichkina obyektni qurib, tugatib shu bilan to'xtatmoqchi bo'lsangiz, tavsiya qilarim zapusk qilmaganingiz ma'qulroq.
donalab odatiy performance deyiladi. Bu performance yo'lida sotish odatiy yo'lda. Shu yo'l bilan sotgani sizga marketing tomonlama ham, sotuv tomonlama ham, biznes tomonlama ham manfaatliroq bo'ladi. Endi qisqacha tushunib oldik, zapisk kimlar uchun foydali? Ya'ni o'zini bu sohasida top kengayib ketaman, katta quruvchi bo'laman va ko'proq uylar quraman, ko'proq odamlarga manfaatim tegadi va ko'proq o'zim ham o'shandan foyda qilaman deganlar uchun zapisk foydali. Kichkina qurilish qilaman, bitta shu bilan to'xtayman deganlar uchun odatiy yo'l demak foydaliroq bo'ladi. Zapisk o'zi qanaqa ishlaydi? Zapisk bo'yicha negativ fikrlar mutlaqo asossizligini hozir sizlarga aniq-taniq tushuntirib beraman. Endi tasavvur qiling, zapisk o'zi nima bu? Zapisk osmondan tushgan qanaqadir noqonuniy texnologiya emas. Qanaqadir misol uchun odamlar fokus qilib yo boshqa qilib odamlarning ko'zini shang'illat qiladigan narsa emas. Bu shunchaki ma'lum bir unsurlarni yig'ilma bo'lib turgan natijasi. Ya'ni yangi bitta model desangiz ham bo'ladi, sotuv modeli. Endi zapisk bundan buyog'iga mana shu kungacha qanaqa ishladi, hamma ko'rib ko'ryapti. Kimdir 500 uy sotdim deb chiqadi, kimdir 300 uy sotdim deb chiqadi, kimdir 800 uy sotdim, kimdir bir oyda 1000 tadan oshiq uy sotdim va hokazo. Bu modellar zo'r ishladiki, lekin ba'zi bir quruvchilar yoki ba'zi bir marketologlar bu narsani to'liq qilib tushunmayotgan marketologlar endi bu yog'i zapisk ishlamaydi degan narsa bor. Zapisk bu yog'i ishlamaydimi desa, yo'q, ishlaydi. Chunki chetda bo'lgan narsa bizda ham bo'ladi. Hatto eng zo'r rivojlangan Dubay, boshqa davlatlarda ham zapisk boshqacha offline modelda taqdimot ko'rinishida o'tkaziladi. Zapisk endi qisqacha qanaqa yig'iladi? Bilasiz, oldindan boshlab mana zapisk nimaga to'xtamaydi davomimiz tushuntirib beraman. Birinchi savol, qurilish bu yog'i to'xtaydimi, yo'qmi? Qurilish to'xtamaydi. Chunki yer kengaymaydi bu yog'iga. Yer bor, ma'lum bir quruvchilar quraveradi. Ikkinchisi, qurilish to'xtamagandan keyin o'z-o'zidan mijozlar talabi bunga bo'ladimi, yo'qmi? Ya'ni uy sotib olish to'xtaydimi, yo'qmi? Ya'ni siz uy sotish to'xtatasizmi yoki shunchaki quraverasizmi? Quryapsiz, to'xtamaydi. Bu narsani siz ham biz ham yaxshi bilib turibmiz va sotish ham to'xtamaydi. Ya'ni mohiyat o'zgarmayapti. Sotish to'xtamayapti, uy qurish to'xtamayapti va o'z-o'zidan mijozlar ham sotib olish to'xtamayapti. Endi bu jarayon to'xtamas ekan, zapisk ham to'xtamaydi. Ya'ni zapisk xuddi tasavvur qiling, sotuv modelini bitta turi. Va bunda nimalar ishlaydi? Oldindan bilasiz, o'zingiz har xil quruvchilar bor, misol uchun ba'zida pul yetmaganda o'zini narxiga, tan narxiga yaqin bitta ikkita uy chiqaradida, olib turib qurilish davom ettiradi. Har xil, ya'ni ba'zilari bor, sotuvim sal yaxshilansin, xalq ham foydalansin deb qisqa muddatga aksiya e'lon qiladi. Oldindan bu bizning tilimizda aksiya, chegirmalar va hokazo deb kelingan. Zapisk yana to'xtamasligiga, ya'ni zapisk qanaqasiga ishlayotganini sizlarga tushuntirib beraman. Oldindan quruvchilar bor, balki siz o'zingiz hozir sanab bergan yo'llardan birida topasiz. Ba'zi bir quruvchilar bor, o'zini narxiga sotardi. Uylarni ba'zida pul kerak, zarur bo'lib qolganda bitta-ikkita uyni o'zini narxiga sotib olishga majbur bo'ladi. Yana ba'zi bir quruvchilar bor, aksiya qo'yadi. Misol uchun raqobatchilardan boshqalardan oldinroq bo'lib turish uchun aksiya muddatini e'lon qiladi, ma'lum bir aksiya. Odatda deylik, uylarni kvadratini 7 milliondan sotib turadi, 6,5 milliondan, 6 million 800 mingdan yoki shu muddatda sotib olganlarga sovg'a beraman degan aksiya, ya'ni odamlarni qiziqtiradi. Va shunaqa uy sotadi. Bu oldindan bor bo'lib kelgan va nechidir yillar oldin paydo bo'lgan va haligacha to'xtamagan model. Aksiya e'lon qilish. Yana bitta quruvchilar bor, aksiya boshqa narsa qilmaydi, bitta narxda sotadi, lekin odamlarga sifatli uyni vaqtida qurib ishonchiga kirgani uchun, ya'ni siz oldin sifatli qurganlaringiz nimaga ta'sir ko'rsatgan? Odamlarning ishonchiga kirishingizga. Ya'ni yaxshi ishlar qilganligi uchun odamlar ishonchiga kirgan va mana shu ishonch asosida odamlarga hech narsa e'lon qilmasa ham sotadi. Xuddi shunaqa tarzda sotib kelgan. Yana bittasi bor, misol uchun berayotgan taklifini targeting, boshqa narsalar, ya'ni ommaga, Instagramga, blogerlarga, boshqalarga reklama qildirib turib, demak, taklifini ko'proq odamga yetkazadi. Deylik, Anvar aka ham bir xil taklif aytayapti, Botir aka ham bir xil taklif aytayapti. Faqat Botir aka taklifini ko'proq odamlarga Instagram orqali, blogerlar orqali yetkazyapti. Yetkazgan natijasida ko'plab odamlar bu Anvar akadan ham shu taklif oling bilmayapti, Botir akadan uy olyapti. Endi shunaqa modelda ishlab kelingan. Yana boshqa modellar bor. Konteyner ochib tiyda o'tirib, men endi top ishlayotgan modellarni aytdim. Zapisk nima desangiz, shularning hammasini eng keraklarini bir vaqtda jamlash. Ya'ni birinchi navbatda quruvchiga bo'lgan ishonch shakllantiriladi autoriyada, ya'ni oldin qilingan ishlar boshqalar va hokazo. Ya'ni sizni quruvchiga atrofidagi ta'sir doirasi zapisk vaqtida kengaytiriladi. Kengaygandan keyin o'zingiz o'ylang, oldinlari sizga 100 ta odam ishonardi, endi 1000 ta odam ishonyapti. Tabiiyki bu sotuvga yaxshi ta'sir ko'rsadimi? Ta'sir ko'rsatadi. Ikkinchi masala, bozor chuqur o'rganib chiqish natijasida raqobatchilardan yaxshiroq taklif berilyapti va mijozlar yo'q deyish ahmoqlikda takliflar berilyapti. Endi tasavvur qiling, birinchi navbatda quruvchiga ishonch shakllansa, ikkinchi navbatda misol uchun Botir aka Anvar akadan yaxshiroq takliflar beryapti. Tabiiyki o'zingiz ham istalgan joyda tasavvur qiling, g'isht olyapsiz yoki bironta qurilish materiali olyapsiz, sizga
ikkita joy taklif beryapti, biri yaxshiroq taklif beryapti. Yaxshirog'ini qabul qilish ehtimolingiz yuqori. Bu ikkinchi unsur, zapuskga zo'r o'xshatgani sabab. Uchinchi unsur zamonaviy marketing, ya'ni digital marketinglardan to'g'ri foydalanyapti. Ya'ni targetlar, Instagram targetlaridan to'g'ri ishlatilyapti, sun'iy intellektlar, saytlar va influenserlar, blogerlar boshqa narsalardan to'g'ri foydalanib, ya'ni zo'r taklif bor quruvchigada boshqa raqobatchilarga nisbatan uni xalqqa to'g'ri yetkazib beryapti. Ya'ni kengroq formatda yetkazib beryapti. Uchinchi navbatda ishonch, ya'ni zo'r taklif bersa odam ikkilanib qoladi, o'zi rostdanmi, yolg'ondanmi. Zapusk vaqtida ishonch ham shakllantirilyapti. Shuni natijasida demak, zapuskda endi tasavvur qiling, ishonch shakllanyapti, konkurentlarga nisbatan zo'r taklif berilyapti va to'g'ri taklif to'g'ri odamlarga yetkazib berilyapti keng miqyosda. Endi savol, bunaqa model ishlab turganda zapusk shu model ishlamasligi mumkinmi yoki yo'q? Boshqa modellarga nisbatan kuchaytirilgan kompleksli yechim ishlamay qolmaydi. Uni biroz mohiyyatlari, yondashuvlar o'zgaradi, o'zini kuchli mutaxassislar tomonidan o'zgartiriladi. Kimdirlar bor, ko'r-ko'ronni ko'chirib, o'zida moslash, o'zida qilayotgan, ular bozordan chiqib ketishi mumkin. Unaqa quruvchilar ham bozordan chiqib ketishi mumkin. Lekin o'zini ishini ustasi, nima ishni nimaga qilayotganlar bo'ladigan bo'lsa, zapuskga doim o'xshatiladi va quruvchilar ham bundan manfaat ko'radi. Endi biz qanaqasiga 500 milliarddan oshiqroq uylarni bir oy ichida sotib bo'lishimiz, ya'ni 10 kun ichida sotib bo'lishimizga va 50 milliard, 60 milliard pul tushumini qilishimizga foyda bergan, aynan mana shu zapuskimizda ishlagan sababiyat jihatdan natijalarimiz, harakatlarimiz ketmaganligini hozir sizlarga xudo xolisa butunlay bepulga tushuntirib beraman. Birinchi navbatda analiz, ya'ni bozor, mijozlar, raqobatchilar analizi. Biz birinchi Denoga borib, demak ish boshlashdan oldin ham borib bozori holatini ko'rdik. Ya'ni boshqa quruvchilarda qanaqa holatda uylar bor, bozor o'zi qurilish bozoriga, uylarga bo'lgan talabi qanaqa, mijozlar nimani xohlaydi, lekin raqobatchilar bermayapti yoki berganlari ham nimaga yetkazib bermayapti, qanaqasiga yetkazib beryapti. Ya'ni kuchli taklifi qanaqa-yu va buni yetkazib berish modellari qanaqa va bozori o'zi hajmi qanaqa. Shu narsalarni o'rganib chiqdik. Va shular asosida demak mijozlarimiz eng ko'p xohlaydigan, suyanadigan hamma ehtiyojlari, xohishlarini o'rganib chiqdik va ikkinchi qadamda demak hamkorimiz Habibullo Saidov bilan demak ularning shaxsiy brendini yuritishni boshladik. Ya'ni bizda aniq bo'ldi-yu, mijozlar e'tirozi, bunaqa bo'lsa uy olmayman, bunaqa quruvchidan uy olmayman, bunaqa quruvchidan uy olaman, boshqa va hokazo. Shu narsalarni ma'lumotlarni aniq o'rganib olganimizdan keyin bizdagi demak hamkorimizda quruvchi xalq uchun ishonchli quruvchiligini oldinga qilgan ishlari bilan, ularning shaxsiyati bilan, fikrlari bilan, ularning saxiyligi bilan ko'rsatib berdik. Va ko'rsatib berish natijasida, ya'ni ular ta'sir qila oladigan auditoriyani kengaytirdik. Xuddi boya aytgandim-ku, ishonchli quruvchi bo'ladigan bo'lsa, o'zini yaqinlariga, misol uchun o'zini isbotlab o'tirish shart emas, shuni olib sotib oladi. Xuddi shunaqa ta'sir doirasini biz kengaytirdik. Mo'ljalimiz 40 mingta edi, ularning kutuvi bizdan 40 mingta auditoriya yig'ishdi. Biz Allohning barakasi bilan demak 100 mingtadan oshiq auditoriya 10 kun ichida yig'ildi. Va endi bizda mijozlarning xohishi, og'riqlari hammasi aniq bo'lgandan keyin maqsadli auditoriyamiz 100 mingtaga yetdi va Instagramda biz 10 kun, 15 kun, ya'ni 10-oktyabrdan boshlab to oktyabr oxiriga qadar auditoriyamizni miyasini tayyorlab bordik. Ya'ni biz yolg'onchi, aldoqchi quruvchi emasligimizga, xalqimizga doim yaxshiligini ilinganimizga va tez kunda Denoda hali o'xshash bo'lmagan loyihaning borligiga va bu narsa mijozlarimiz demak hali hech qaysi quruvchi bermagan taklif asosida ola olishi mumkinligiga va ko'plab pulni tejab qolish mumkinligini oldindan tushuntirib bordik. Ya'ni kuchli taklifimiz aniq bizda bor, raqobatchilardan ajralib turadigan va bu narsani maksimal keyingi maqsadimiz kerakli auditoriyamizga, maqsadli auditoriyamizga yetkazish edi. Ana shuni turli xil blogerlar bilan, Instagram targetlari bilan strategiyaviy jihatdan to'g'ri yetkazib berdik. Va yetkazib berish natijamizda keyingi qadamimiz bizda jonli efirga Telegram kanaliga odamlar yig'ish edi. Mana shu joyda ham ko'pchilik tushunadi, son bilan aldanadi. 100 mingta odam yig'aman, 50 mingta odam yig'aman, 700 mingta odam, 200 va hokazo. Sizga birinchi muhim narsa son muhim emas, sifat muhim. 100 mingta ichida puli yo'q auditoriyadan ko'ra 1000 ta uy olaman degan puli bor auditoriya 1000 chandon yaxshiroq. Biz ham o'sha narsani qadriyat qilib oldik va ko'p son ustida emas, balki sifatliroq auditoriya ustida ishladik va 23 mingta auditoriyani demak taqdimotgacha 11 kun davomida Telegram kanalimizda yig'dik. 23 mingta kimlar? Aynan Deno shahridan uy olaman, boshiga shuncha pul beraman yoki boshlang'ich to'lovsiz bo'lsa ham birinchi oyning to'lovini qilaman degan sarosiyolik, ya'ni qo'shib boya biz ham mijoz portretini mijozimizni o'rganib chiqdik-ku. O'shanda kerak bo'ladigan qaysi tumanlardan Denodan uy olish mumkin bo'lsa, ana shu tumanlarga
maksimal target bilan boshqa yo'llar bilan yetib bordik va Telegram kanalimizga yig'dik. Va yana bir shu jarayonda aniqladikki, bizni maqsadli auditoriyamizni bitta qismida Telegram yoki Instagram ishlatmaydigan auditoriya ham bor. Lekin Denov xalqi qadriyati yaxshi bo'lganligi uchun masjidga borishni kanda qilmaydi, ayniqsa juma kunlari juma namoziga qoldirishsiz borishadi. O'shaning uchun Instagramga, endi Telegramga kirmaydigan auditoriyaga xabarimizni qanaqa yetkazamiz deganda, biza an'anaviy usul flyerlardan foydalandik va ularni to'g'ridan-to'g'ri sotuvga ham chaqirdik. Ya'ni 14-noyabr taqdimotimiz bo'lgan bo'lsa onlayn, 15-noyabr kuni bo'lgan ertalabki sotuvga, ya'ni 6000 taga yaqin flyerlarni bozoriga gavjum bo'lgan Instagram va Telegramdan foydalana olmaydigan yosh auditoriyasiga ko'proq tarqatdik. Nimaga? Boyaga xabarimiz yetmay qolmasin. Endi kuchli taklif bor, ishonchli quruvchi bor va mijozlar yo'q deyish ahmoqlik degan kuchli taklifimiz bor, quruvchi ishonchli. Shu narsani endi hamma yo'l bilan yetkazib berdik va jonli efir o'tkazish vaqtida odamlar ishonchi masalasida quruvchini o'zi bilan o'tirib, demak jonli efirni o'tkazdik. Hamma berilayotgan takliflar, va'dalarini oldin bajarib kelgan va'dalarimiz isboti bilan ko'rsatib berildi va quruvchini o'zi ham, ya'ni o'zini o'tirishi ham odamlarga ishonch masalasiga yetarlicha unsur bo'lib berishga sabab bo'ldi. Va ertasi kuni bizni mo'ljalimiz birinchi kuni 300-400 dan atrofida uy sotish bo'lgan bo'lsa, ertasi kuni 10 gacha 300 uyimiz tugadi, lekin olomon hali tugamagandi. Olomon o'zidan taklif so'radi, ya'ni 300 uyimizga qo'shimcha uy qo'yishamizmi, boshqami? Qo'shildi, ya'ni 500 taga chiqarildi bu kvota va soat 1:26 da 611 dan oshib ketgan edi. Va kechgacha aksiyani cho'zdik. Aksiya cho'zganimiz natijasida soat 11 gacha yaqin ishladik va 861 ta shartnoma plus 57 ta biron bilan demak kunni yakunlab O'zbekistonda yangi rekordni qo'ydik. Ya'ni bunaqa katta sotuvni birinchi kunning o'zida qilgan hali zapusk yoki aksiya muddati bo'lmagan. Qisqacha tushuntiradigan bo'lsak, zapusk ishlaydimi? Ishlaydi. Foydalimi? Quruvchilarga foydali. Kimlar uchun foydaligini ham yuqorida tushuntirib o'tdim. Faqat bu yerda juda muhim joyi, agar siz to'g'ri zapuskni har bitta qadamida, bu zapusk nimaga o'xshaydi? Zanjirga o'xshaydi. Ma'lum bir kuchli zanjirlarni birlashmasi. O'z-o'zidan tasavvur qiling, har bitta xalqqa kuchli bo'lib turib, zapusk o'tkaziladigan bo'lsa, zapusk o'xshamaslik ehtimoli juda kam. Endi faqat bu yerda muhim joyi, har bitta xalqqa juda muhim. Zapuskchilar boshqalardan kimlardir ko'r-ko'ronni ko'chirib, shu yerda katta pul bor ekan deb ko'chirib kirayotganlar ham bor. Ana shunaqalarda sal aldanib qoladigan bo'lsangiz yoki siz zapuskchi bo'lsangiz, qaysidir joyiga kam e'tibor berib qo'yadigan bo'lsangiz, shunchaki bizning tasavvurimizda prosta bozor o'rganishgan, borib o'rganib keladi. Prosta raqobatchilar nima ekan, u shart emas. Bu bunaqa qilyapti, bu post qo'yyapti, uy sovuq qilsa bo'ldi va hokazo. Unaqa qarab yondashadigan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan qaysidir zanjiringiz bo'lmaydi, qaysidir zanjiringiz nozik bo'ladi va natijada butun xalqidagi xalqlar tasavvur qiling, biri yo'q, biri nozik, bittasi baquvvat. Birlashtirganingizda baquvvat zanjir chiqmaydi, natija siz kutgandek bo'lmaydi. Agar bu xalqlar yaxshi bo'ladigan bo'lsa, siz oladigan foydalaringiz katta ob'yomdagi sotuv, katta ob'yomdagi pul tushumi, odamlarning eng muhim ishonchi, bozordagi o'rningizni, brendingizni mustahkamlab olishiga sabab bo'ladi. Ko'plab katta quruvchilar faqatgina brendini o'zini tanitish uchun millionlab dollar pulini sarflaydi. Siz nima qilasiz? Bir necha 50 ming, 60 ming dollar pul bilan karra 100 karra, 600 karra, 900 karra ortiqroq pulni tushirib olasiz. Bir. Ikkinchi navbatda brendingizni xuddi qo'pol qilayotganda tekinga tanitib olgandek bo'lasiz. Agar sizga ham mana shunaqa muvaffaqiyatli sotuv tizimi qiziq bo'ladigan bo'lsa, biz qanaqa tartibda ishlaymiz? Bizni ishlash tizimimiz faqatgina zapusk bilan cheklanmagan, quruvchi uchun eng muvaffaqiyatli sotuv tizimini qurib beramiz. Ya'ni qo'pol qilib aytganda, siz faqatgina qurasiz, biz esa sotamiz. Ya'ni reklamaga endi to'g'ri joyga beryaptimi, kimga beray, sotuvchi vaqtida kelmayapti, sotuvni o'zim sotyapman, raqobatchilarim oldinga o'tib ketyapti, ularda narx qanaqa ekan, bu tashvishlardan qutulasiz. Faqatgina vaqtida uyni bitirib bersam bo'ldi degan tashvish bilan yashaysiz. Biz esa to'laqonli uyni birinchi navbatda deylik, sizda 1000 uyingiz bor, 500 tasini zapusk orqali, 500 tasini performans orqali sotib berishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni odatiy marketing usuli orqali. Har ikkisini biz demak to'laqonli tizimlashtiramiz. Hatto sotuvchini topib, o'qitib, sotuvchini tayyor holatga keltirib, sotuv bo'limini tizimlashtirishni ham demak bizning jamoamiz o'z zimmasiga oladi. Ya'ni biz marketing va sotuv bo'yicha uylaringizni sotilishdagi hamma qadamlarni o'zimizning bo'ynimizga olamiz. Siz esa faqatgina uyni qurib berishingiz kerak bo'ladi. Agar siz ham o'zingiz sohasida alfa bo'lishni xohlasangiz, ya'ni o'zingiz sohasida top yetakchi bozorda quruvchi bo'lishni xohlaydigan bo'lsangiz, bizlar bilan hamkorlik qilishingiz mumkin. Biz bir vaqtning o'zida demak ko'plab quruvchilar bilan ishlay olmaymiz, cheklangan miqdorda ishlaymiz va eng muhim qadriyatimiz har bitta hududda bir dona quruvchi bilan ishlaymiz va maqsadimiz
o'zimiz ham o'zimiz sohamizda alfa bo'lish, ya'ni yetakchi bo'lish, ishlayotgan quruvchimizni ham o'zini hududida, o'zini bozorida top yetakchiga olib chiqish. Sizga bu taklifimiz qiziq bo'lsa, izohlarda telefon raqamini qoldiramiz. Ana shu telefon raqamlari orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin va manfaatli hamkorlikni yo'lga qo'yishingiz mumkin. Rahmat.